Assalomu alaykum hurmatli shaxmat muxlislari. Men Murodjon Yusupov Shaxmat Saltanat kanali orqali sizning e'tiboringizga navbatdagi videoni taqdim etmoqchiman. Bu safargi videomiz esa o'yin so'nggi endshpilga taalluqli bo'ladi. Bilamizki, o'yin so'ngida sipohlarning faolligi, shu jumladan yoki ayniqsa shohning faolligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Bundan tashqari oldi ochiq piyodaning mavjud ekanligi va uning sipohga aylanishi o'yin so'ngida hal qilishi mumkin masalani. Va nihoyat sipohlarning markazlashuvi degan tushuncha ham bor. Mana shular endshpilda asosiy qoidalar yoki prinsiplar bo'lib xizmat qiladi. Taxtadagi namoyish etilayotgan vaziyat esa Gurgenidze tomonidan yaratilgan etyud bo'lib, ushbu vaziyatda oqlarda katta ustunlik bor ekanligi ko'rinib turibdi. Ularda ot ustunligi bor, lekin Gurgenidzening aytishi bo'yicha, ya'ni topshiriq berishi bo'yicha oqlar o'yinni boshlashlari va tez orada g'alaba qozonishlari zarur ekan. Buning uchun qanday yo'l tutish kerak? Albatta, ushbu vaziyatda faollik eng asosiy omil bo'lib xizmat qiladi va ko'rinib turibdiki, oq piyodani himoyalash zarur edi va oqlar birinchi bo'lib shohni F7 katagiga olib o'tib o'z piyodasini himoya qildilar va piyoda uchun yo'lakchani ochib qo'ydilar. Qoralar esa asosiy g'oyani namoyish etishda davom etmoqdalar, ya'ni piyodani farzinga aylantirish yo'lidagi harakat. Bunday harakat oqlarda ham mavjud ekanligi ko'rinib turibdi va endi keyingi yurish nima bo'lishi mumkin? Qoralarda albatta ular o'z piyodasini farzinga aylantirdilar. Oqlar esa agarda farzinni oladigan bo'lsalar vaziyat chigallashib ketishi mumkin. Shuning uchun sur'atni boy bermaslik maqsadida va faollikka erishish maqsadida oqlar otni oldilar va kisht e'lon qildilar. Qora shoh esa tobora o'z sipohlari tomon ketishda davom etmoqda, lekin e'tibor bering, har bir yurishdan so'ng qora shohga hujum uyushtirilmoqda. Ya'ni oq sipohlarning maksimal darajadagi biz faolligini ko'rmoqdamiz. E'tibor bering, qora shoh uchun deyarli yagona yurishlar mavjud ekan ushbu vaziyatda va o'yin so'ngida mana bu tarzda chiroyli yakun bor ekan. Ushbu etyudning go'zalligi ham shunda va oq sipohlarning, uch yengil sipohning juda ham faolligi evaziga qora shoh, e'tibor bering, mana shu tarzda taxtaning bir chetidan ikkinchi chetiga quvib borildi va mana shu tarzda chiroyli tarzda mot bo'ldi. Aziz shaxmat muxlislari, siz ham endshpilda faollikka harakat qiling va chiroyli g'alabalarga erishing. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling.